Muvaffaqiyatga erishishimiz uchun ijobiy fikrlar bizni muvaffaqiyatga erishtiruvchi yo'l hisoblansa, salbiy fikrlar esa bizni muvaffaqiyatga erishishimizga qarshilik qiluvchi fikrlar hisoblanadi. Bu hozir hosil bo'lgan suvimiz bizning tanamizni zaharlovchi suv bo'ldi. Endi bizada ijobiy va salbiy fikrlar ikkalasi qo'shildi. Salbiy fikr ustunlik qildi va salbiy fikr ustunlik qilganligi ham suvimizning rangi qora rangga kirdi. Bu salbiy fikr insonni organizmida ko'pgina kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu xafagarchiliklar, negativ fikrlar, qo'rquvlar, bularning barchasi insonga kasallik keltirib chiqaradi. Bular bo'lishi mumkin o't qopidagi tosh, buyrakdagi toshlar, oshqozon osti bezidagi muammolar bo'lishi mumkin. Ko'pgina kasalliklar ana shu salbiy va ijobiy fikrlarni biz tartibga solmaganimizdan kelib chiqadi. Siz qachonki kayfiyatingiz a'lo darajada ijobiylikda yursangiz, sizda bu holatda tanangizda ifloslanish kelib chiqmaydi.